Assalomu alaykum barchaga. Juda ham bir yoqimsiz narsa bor. Zo'rg'a kanalizmonetga ulab, pullarni ishlaganingizdan keyin uni yecha olmaysiz. Nimaga? Chunki pin kod kelmagan. Agar sizda ham pin kod kelmayotgan bo'lsa, bir marta chaqirtirdingiz, ikki marta chaqirtirdingiz, baribir ham kelmayotgan bo'lsa, demak muammo bor. Shunaqa holatda nima qilish kerakligini bugun gaplashamiz. Videoni oxirigacha albatta tomosha qiling, like bosib, albatta obuna bo'lib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Hozir esa sizlar bilan AdSense mavzusida ozroq gaplashamiz. Bu menimcha sizlarga yaxshi tushuncha bo'ladi. Demak, bir do'stim bir marta chaqirtirdi Samarqandga, ikki marta chaqirtirdi, baribir ham pin kod kelmayapti. Shunaqa holatda biz manzilni butunlay o'zgartiryapmiz, ya'ni Samarqandga kelmayaptimi? Demak, uni boshqa hududdan sinab ko'rish kerak. Sizlarda ham mabodo shunaqa bo'layotgan bo'lsa, o'zi 3 marta urinish beradi, xabaringlar bor. Uchinchisida ham sizlar o'sha kelmaydigan joyga yana tiqib o'zinglarni qiynab yotmasdan manzilni o'zgartirib ko'ringlar. Boshqa viloyatga demayapman, shunchaki sal chekkaroq joyda tursanglar, shaharroq joylarda yoki pochtaxonaga yaqinroq joylardan biron bir tanish qidirib o'sha joyga chaqirtirib ko'ringlar, balkim kelishi mumkindir. Hozir biz ham men tanishi bo'lganim uchun Farg'onaga chaqirtirishga urinyapman. Buning uchun bu yerdan to'lovlar bo'limiga o'tasizlar. To'lov haqida ma'lumot degan joyga bosib turib, pastda sozlamalar bo'limi chiqadi. Hozir maxfiy ma'lumotlar ko'p bo'lgani uchun ko'rsatmayapman. Bijir-bijir bo'lib ketadi bo'lmasa. O'sha joyga kelib turib, manzil degan joydan manzilni butunlay boshqa hududga o'zgartirib qo'yasizlar va tasdiqlash tekshiruvi degan joyga o'tib, pin kodni boshqa joyga jo'natish imkoniyati sizlarda bo'ladi. Hozir men o'zim ham Samarqanddagi manzilni Farg'onaga o'zgartiryapman-da, endi uni qayta jo'natishga urinib ko'ryapman. Xullas, demak, pastda pin kodni qayta yuborish degan joy turibdi. Mana shunga hozir bosaman. Demak, ma'lumotimni yashirib qo'yaman o'rtoqlar, tushunasizlar degan umiddaman. Maxfiy ma'lumotlar baribir, hatto uyi manziligacha yozilgan. Shuning uchun buni yashirib qo'yaman. Qisqasi, pastda pin kodni qayta jo'natish degan joy turibdi. Shu yerga qayta jo'natsanglar, shu bilan bugungi sanaga shunday taqiladi. Masalan, bugun 17-aprel adashmasam, balki 18dir, to'g'risi bilmadim. 18 ekan. Xullas 18-aprelda start olgan bo'lsa, demak, taxminan 3 haftalarda, ba'zida 2 haftalarda kelib qolishi mumkin, ba'zida 1 oydan sal o'tib kelishi mumkin. Shu oraliqda pin kod sizni uyingizgacha keladi. Ja bo'lmasa, pochta indeksingiz shundoq ham aniq, pochta manziliga telefon qilasizda yoki Telegram guruhlari bo'ladi. Mana bunaqa narsa kelish kerak edi. Bir ko'rib beringlar desa, ko'rib beradi. Shunaqa qilib, pochtani kelayotgan Amerikadan pin kodni olasizlar. Pin kod 6 talik bo'ladi va sizdan boshqasiga amal qilmaydi. Shuni ham esingizdan chiqarmanglar. Buni kiritmasanglar, eng yomoni pulinglarni yechib ola olmaysizlar. Keyin yana bir narsa, mabodoga agar 3-martada ham kelmasa, unda oxirgi imkon pasport orqali yoki haydovchilik guvohnomangiz orqali tasdiqlashga to'g'ri keladi. Bunaqa holatda 3-marta ham kelmagandagina sizlarga imkoniyat ochib beriladi. Shunda sizlar pasport ma'lumotlaringizni kiritib, to'laqonli aytilgan narsani qilib, tasdiqlab, keyingina pulinglarni yechib olishingiz mumkin bo'ladi. Yana bir marta aytaman, YouTube oddiy narsa emas. YouTube'ni mayda-chuyda narsalari ko'p. Bular rasmiy ravishda ishlaydi. Sizni qanchalik real shaxs ekaningiz, bu ma'lumotlarni haqiqiy egasi ekanligingizgacha hamma narsani tasdiqlab, keyin pulingizni qo'lingizga beradi. YouTube oson, telefonni o'zida arzimagan vaqtda qilib qo'yasan deganlarga ishonib yurmanglar. Ehtimoli past narsalar. Hatto mana bir oyning o'zida monetka chiqib, bir oy yana pul ishlab, 2 oy vaqtinglar ketyapti. 2 oyning ichida pulni tayyor qilib turib, mabodo pin kodda qiynalib qolsanglar, yana 1 oy 2 oyga umringiz cho'zilib ketishi mumkin. Bu degani o'rtoqlar, pul yechib olish ham juda oson narsa emas. 4 kunda monet ulab turib, 10 kunda pul yechdim deganlarga ishonib har narsa qilib yurmanglar. O'zingizlar bunda o'ylab ko'rsanglar, masalan, eng tez zo'r deganda 1 oyda monet ulansa, 1 oy davomida pul ishlaysizlar.
o'sha oyda ishlagan pulinglarni keyingi oyda 21-26 sanalarda yechib olasizlar. 3 oy bo'lyapti-ya o'rtoqlar. 3 oy ichida birinchi pulingizni yechyapsiz o'rtoqlar. U darajada tez deb o'ylamanglar. O'shanda ham pinkodingiz kelsa, vaqtida kelsa yechib olasiz. Tushundingiz o'rtoqlar? U darajada tez daromadga chiqaman deb o'ylamanglar. Eng tez qo'lingizga pul olganinglar 3 oygacha cho'ziladi. Deyarli 2,5-3 oygacha cho'zilib ketadi o'rtoqlar. Shuni ham hisobini olinglar. YouTube oddiy va oson narsa emas. Shuni esingizdan chiqarmanglar. Xullas, pin kodni chaqirtirishni ozgina bo'lsa ham tushunchasini berdim degan umiddaman va bundan-da yaxshiroq yo'llari bo'lishi mumkin. Men aqlim yetganicha sizlarga tavsiya berdim. Agar kimdir o'ziga erk bilsa, albatta sinab ko'rishi mumkin. Keyin agarda sizlarda shunaqa va shunga o'xshash muammolar bo'layotgan bo'lsa o'rtoqlar, bizda Telegram kanal bor. Mana shu ko'rayotgan videoyingiz opisaniyasiga yoki kommentariyasiga o'tib turib, havola orqali Telegram kanalimizga qo'shilib olishingiz mumkin. Bu Telegram kanalimiz emas, bu bizning xizmatlar kanalimiz, aytmoqchi bo'lganim. Bizda shunga o'xshagan xizmatlarning umumiy jamlanmasi bor. Sizda AdSense ochish bo'yicha muammo bo'lsa, soliq ma'lumotlarini to'ldirish bo'yicha muammo bo'lsa yoki hozirgidek Amerikadan pin kod chaqirtirish bo'yicha muammolar bo'lsa va shunga o'xshash turli xil muammolar bo'ladigan bo'lsa, bularning hammasini siz 490 ming so'mga bitta qilib turib VIP xizmatimizni sotib olishingiz mumkin. Ya'ni 490 mingga bitta sotib olganingizdan keyin o'rtoqlar, butunlay bularni hammasini qo'lga kiritasiz. Shularni hammasiga ishingiz tushadigan bo'lsa, bemalol biz bilan hal qilishingiz mumkin. Bu menimcha juda ham ajoyib imkoniyat. Shunday ekan, albatta aloqaga chiqinglar o'rtoqlar. Havola opisaniyada bo'ladi. Demak, videoni shu joyda yakunlashga majburman. Yana bir muhim mavzular chiqib qolsa, albatta video qilaman o'rtoqlar. Shunday ekan, hammaga ko'rishguncha.